qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar eng yaxshilardan bo'lsangizgina yaxshi pul topasiz va oilangiz ham yaxshi yashaydi. O'zi mana yo'lini topolmayotgan yoshlarga siz qanaqa maslahat bera olasiz? Muhit buzib qo'yadi. Muhit nima buzadi desa, ota-ona u haligi farzanddan pul talab qilishni boshlab qoladi. Sportni, to'g'ri ovqatlanishi, vaqtida uxlashi, irodani ishlatadigan narsalar pashtimash 3 ta narsa bo'ladi. Ko'p yoshlarga aytaman, virtual dunyodan voz kechinglar. Qizlarga o'xshab orzu qilishadi. Mana bunaqa bo'lib qolsa, bunaqa bo'lib qolsa, qizlar orzu qiladi. Mana bunaqa odam kelsa, iymonli bo'lsa, meni baxtli qilsa, mana bunaqa uyda yashattirsa, bolalar ham mana bunaqa mashinam bo'lib qolsa ekan, mana bunaqa uyim bo'lib qoldi. Baraka topkur, o'zing harakat qil. Agar faqat motivatsiyaga qarab turib, faqat o'sha yoshga qarab turib, mablag'iga qarab turib qiladigan bo'lsa, u 1 oy bo'lishi mumkin, 2 oy bo'lishi. 3-4-oyda o'sha sana. Qanaqa inson sifatida siz qabul qilishligini xohlaysiz? Farzandni qahramoni ko'chadagi, Instagramdagi bir yaxshi yo'nalishni ko'rsatayotgan odamlar bo'lib qoldi. Ota emas, bu halokatli holat aslida. Ko'proq vaqtni uyqu olyapti, ko'proq vaqtni telefon olyapti bizda. Sizda qanaqasiga 40 kunda kuchli transformatsiya bo'lib ketishadi odamda? Bu bizning fishka emas. U sport bilan shug'ullanadigan odam ish qolib ketadimi? Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. Ishiga ta'sir qiladimi? Umuman ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun zamon rivojlangan sari ota-onalar ham rivojlanish kerak. O'sha zamon bilan nima? Telefonmi? Telefon, Instagrammi? Instagram, TikTokmi? TikTok. Ko'rish kerak. Muhit qanaqa ichkarida? Assalomu alaykum, aziz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz yana bir bor Dialog podkastini navbatdagi sonini boshladik va bugungi podkastimizning mehmoni ko'pchilik menimcha tanisa kerak. Fitness Formula brendini asoschisi, fitness trener Sirojiddin aka Sharafov. Assalomu alaykum. Aka, avvalambor kelganingiz uchun kattakon rahmat. Va hammamiz tanigan Dialog klinikasi va Seven Kids bog'chasini rahbari asoschisi To'lagan aka Qayumov. Assalomu alaykum aka. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Xo'p. Bo'lmasam sekin podkastimizni boshlaymiz. Xo'p, aka, sizga birinchi savolim, o'zi fitness trener yo'nalishiga qancha bo'lib kirib kelganingizga? 15 yil. 15 yil. Nimaga aynan fitness trener yo'nalishini tanlagansiz? O'zim ham bilmay kirib qolganman bu yo'lga. Bir aytib bera olasizmi ozgina ochib? O'zi boshqa sohadan murabbiy bo'lganmiz. Va qadarda bo'lib turib ishdan ketganmizda bu zal sohasiga shunchaki haligi yordamchi bo'lib mas'ullar yig'ib yuradigan inson bo'lib ishga kirganmiz. Keyin asta administratorlikdan asta trenerlikdan keyin musobaqaga chiqdik. Musobaqalardan keyin hozir siz bilan shu joyda o'tiribmiz. Gap yo'q. O'zi mana shu trenerlik davomida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Juda ko'p. Juda ko'p qiyinchiliklar. Anu qiyinini aytib bera olasizmi? Tashab ketish bo'lgan. O'xshamaganda. Qanaqa ma'noda tashab? Ya'ni bu sohani o'zgartirish kerakmi degan tushuncha ham paydo bo'lib qolgan. Ya'ni finansiy holatlarga keladigan bo'lsak, bu sohani balkim o'zgartirish kerakdir, boshqa sohadan ko'proq pul topish mumkindir degan tushunchalar ham kelib qolgan. Lekin keyin o'ylaganmiz, o'tirib yozganmiz. Analiz qilish kerak bo'lgan. Har bitta murabbiyga telefon qilib chiqqanman. Hali mashhurlar o'sha vaqtdagi telefon qilib, "Nech pul haligi trenerskiy xizmatingiz?" $50, $60, $100. Keyin so'raganman hammasidan. Nima uchun $50? Nima uchun $70? Nima uchun $100? Hammasini yozib chiqqanmizda, ha, demak biz ham shunaqa darajaga chiqsak, mana buncha odam bo'lsa, mana bunaqa pul topilar ekan. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun ko'proq o'qish kerak, bilim bo'lish kerak deb kitoblar o'qish boshlaganmiz, internetda o'qish boshlaganmiz. Musobaqaga chiqish kerak ekan, tanilish uchun deb ikkita tomondan ham birdaniga olib ketganmiz. O'sha jarayonda finansiy pul masalasi bo'yicha balkim boshqa sohada ko'proq pul topish mumkindir deb tashlamoqchi ham bo'lganmiz. Eng qiyini shu. Hozir ayniqsa yoshlarda mana soha tanlashda juda ko'p mana shu muammoga duch kelishyapti-da. Именно nima sizda turtki bo'lgan shu sohada qolib, dalcha rivojlanishga? O'sha qaysi qaroringiz deylik, o'sha fitness trenerlarga telefon qilishga, ustida ishlashga qaror qabul qilgansiz? Shunchaki daraxt bir joyda ko'karadi va bitta qoida bor. O'shanda ham bo'lgan shu qoidamiz. Qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, eng yaxshilardan bo'lsangizgina yaxshi pul topasiz va oilangiz ham yaxshi yashaydi. Demak, eng yaxshilardan biri bo'lish uchun nima qilish kerak degan savol tug'ilgan. O'shani yo'lini topish kerak bo'lgan.
keyin analiz qilish kerak deyilgan gap chiqib qolgan. Analiz qilish kerak deyilganda o'shani sohani analiz qilib chiqqanmiz. Ana o'sha joyida. Bo'lmasa voz kechilib ketlardi. Ish ham qidirilgan boshqa. Ish qidirilgan, lekin o'sha joyda bir suhbatda bo'lganimiz edi. Analiz qilish kerak degan so'zni olib hayotimizga tatbiq qilganimizda, ha, sohani ham analiz qilsa bo'lar ekan. Demak, murabbiylar bilan gaplashib chiqish kerak deb, haligi telefon qilib, nomerini topib, keyin gaplashib chiqib, analiz qilib, yo'q, bu shu sohada qolish kerak edi. Ishlash kerak ko'proq deb ko'proq mehnat qilingan. Tushunarli. To'lagan aka, mana siz ham bir sohani tanlayotganingizda, qanaqadir muammoga duch kelganingizda tashlab ketish xayolingizda bo'lganmi? Har doim ish tanlayotganda muammo bo'ladi. Chunki o'sha muammoni ustiga harakat qilish kerak bo'ladi. Endi bular hozir aytdilar, har bitta narsani yaxshisi bo'lsa, oila ham yaxshi yashaydi, o'sha sohani ustasi bo'linsa, jamiyatga ham to'g'ri keladi. Men o'zim neft gazni bitirganman. Umuman bu sohaga umuman yaqinligim yo'q. Klinikaga umuman Klinikaga ham, ta'lim sohasiga ham umuman yaqinligim yo'q. Bu sohaga men imенно laminat zavodidan keyin kirishni boshladim, qiziqishni boshladim. Bu aytganda o'sha boshida kassir bo'ldim. Xozmet reaktivlar olib keluvchi zakazchik bo'ldim. Undan keyin registraturada ishladim. Keyin bu sohaga sekin qiziqishim oshdi. Haqiqatda yaxshi soha ekan. Birinchidan yaxshi xizmat ko'rsatilsa, birinchidan ham savob yaxshi. Ikkinchidan bizda naqd pul o'sha payt muammo bo'lgan, naqd pul kelishi bor. Uchinchidan har bitta mutaxassisi kamida 3 ta 4 tadan bolasiga nima deydi, yordamchi mukofot pullari bo'ladi degan maqsadda shu sohani yaxshilab tayyorlanib, o'rganib, hozirgi kunda bir 15 yil bo'ldi bu sohaga kirib kelganim. Imенно klinikaga kirib kelganim. Keyin ta'lim sohasiga qiziqdim ozgina. Ta'lim sohasida ham hozir 5 yildan beri ishlab kelyapman. Bu sohada ham yaxshi. Hozirgi yoshlarda nima bo'lyaptiki, tez boyish, tez ko'tarilish. Shunaqa. Maqsad 1 oylik, 2 oylik. 1 oy effekt bermasa bo'ldi, boshqasiga o'tib ketadi. Yo yana boshqasiga o'tadi. Qarabsizki, bir 10 yil, 15 yil shundan o'tib ketib qoladi. Ba'zi bir bolalar bilaman, hozir 40 yoshda ham haligacha sohani o'zgartiradi. Bugun elektrik bo'lsa, keyingi safar metroda ishlayotgan bo'ladi, yana keyingi safar boshqasi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Daraxt bitta joyda ko'karadi. O'zini mutaxassisligini bilib turib, sabablarni qilib ishlash kerak bo'ladi. O'zi mana yo'lini topolmayotgan yoshlarga siz qanaqa maslahat bera olasiz? Yo'lini topishni maslahat beraman. Yo, qanaqa qilib? Oddiy. Misol uchun mana o'qishni bitirdi. Xo'p. Yo'lida juda ko'p sohalar bor. Qaysi sohani tanlash kerak? Aytganingizdek, daraxt bitta joyda ko'karish kerak. Xo'p. U qanaqa qilib bu sohani tanlaydi? O'ziga ma'qul kelgan sohani tanlash kerak. Inson o'zi sevib, o'zi maza qilib ishlaydigan sohada ishlamasa, pul bilan ham o'sha bo'lmaydi. Ketib qoladi. Endi o'sha sohalar turibdimi? O'ziga qaysi soha yoqyapti? Bo'ldi, mana shu stakan chiqarish yoqyaptimi? Bo'ldi, shundan bitta qiziqib ko'rish kerak. Qancha joygacha bora oladi? Qancha mablag' topa oladi? Oilani boqa oladimi, boqa olmaydimi? Demak, boqsa bo'ladi. Bo'ldi. Qancha vaqt ketadi? 2 yil, 3 yil. Demak, 2 yil, 3 yil tishga qo'yib mehnat qilish kerak. Bu savolingizni bizda shaxsiyga kunda bir 50-60 ta keladi bunaqa. 16 yoshdan boshlab 26 yoshgacha, 26 yoshgacha. Ha, 30 yoshli yigitlar ham yozishadi. Yo'lim topolmayapman. Yo'l topolmayapman. Nima sohani tanlashni bilmayapman. Boya To'lagan aka aytganlaridek, haligi vaqtida 1 oy, 2 oy, 3 oy qilib o'tib ketishgan insonlar bugun yo'lni topisha olmayapti. Shu bois bitta sohani tanlasinlar va o'sha sohani sababiyatini qattim qilsinlar. Bu joydachi bolalarda ham ayb yo'q ba'zida, bilasizmi nimaga? Muhit buzib qo'yadi. Muhit nima buzadi desa, ota-ona u haligi farzanddan pul talab qilishni boshlab qoladi. Ha, juda ko'p hozirgi kunda. Pul ber. Ayniqsa viloyatlardan keladi bolalar. 19 yoshga to'lding, bo'ldi, pul yuvor. Ey, ota, ona ozgincha sabr qilinglar. 1 yil, 2 yildan keyin boshqacha bo'ladi. Yo, bizga 1 yil, 2 yil biz qiynalyapmiz. Biz sen nimaga katta qildik? Bizga pul yuvor deydigan vajlar bilan bolaga bosim beradida, bola siqilib qoladi. Qobig'i yopiladi-da, shu bilan
pul yuborishim kerak ekan. Ha, bu soha boya aytganlaridek to'g'ri ishladi. Endi moslashdi. Endi tushunishni boshlagandi. Hali pul kelmadi. Topayotgan puli o'ziga yetyapti. Uyga bora olmaydi. Haligi bu yoqdan bosim kelgandan keyin nima qiladi? Yaxshi. Bu yoqdan 4 million olayotgan bo'lsa, haligi bu joyda bitta sexda ish bor 6 million. Bunda kelajagi yo'q, bunda kelajagi bor. Voz kechadi, mana bu yoqqa o'tadi. Pul uchun. Ha, ertaga 2 yildan keyin sohani almashtiraverganik ota-ona nima deydi bilasizmi? Nima deydi? Sen o'zing eplay olmading deydi. Yana Asli bola o'zligi boshlagan bo'ladi. Ha. Nechta sanoqsiz farzandlari, hali yoshlarni ko'rdim shunaqa holatda. Ota-ona yana vaj qiladi. Sen o'zing eplay olmading, sen o'zing tortib keta olmayapsan. Sen o'zing unaqasan, sen o'zing bunaqasan. Mana qo'shnining bolasini qara, ana qarindoshi bolasini qara. Baraka topkur, ozgincha sabr qil, muhit podдержка ber. Bolam, mayli, biz shuncha yil yashadik, tishga qo'ydik. Yana bir 2 yil tishga qo'yamiz. Faqat uyaltirib qo'yma. Umidimiz katta. Shu soha yoqyaptimi? Ha. O'zing ko'ryapsanmi kelajagini? Ha. Bo'ldi, faqat ishla. To'xtama. Bizni o'ylama. Yo'q, unaqa demaydi. Puli bor. Ana deydi, qo'shni mahalladagi bola deydi bizga deydi 3 millionni ota-onasiga jo'natayotgan ekan deydi. Sen deydi maza qilib yashayapsan deydi, bizga jo'natmayapsan deydi. Jo'nat deydi. Ana bola kim bosimga kiradimi? Siqilib qoladi. Na ish yeplaydi, na biyon yeplaydi. Oxiri ketadi. Bo'ldi, shu bilan hayot yo'q. Kelajagini ham topa olmaydi. Kelajak yo'q. Kelajak faqat qora mehnat bilan doim aytganmiz. Shunday bir vaqtlar keldiki, qo'l mehnati aqliy mehnatga qaramligi bor. IT sohasidamiz, robot yasab tashlashyapti, boshqa programma, u aynan shu sohalar deyilmayapti. Lekin har qanaqa sohada ham eng yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, har qanaqa kompaniya siz uchun xohlagan pulingizni to'lashga tayyor turadi. To'g'ri, shunaqa. Tushuntirib oldim. Shart emas siz haligi bir joyda bir nima ochib o'zingiz rahbar bo'lishingiz shart emas. To'g'ri, moliyaviy, finansiy tomondan yetmas, lekin shundoq bir soha mutaxassisi bo'lish kerakki, har qanaqa kompaniya menda ishlasan deb turish kerak. Qaysidir kompaniyaga rozilik bersa xursand bo'lish kerak. Bizda unaqa narsa yo'q, bizda tez. 1 oy 2 oy bor-ku. Bo'ldi. 1 yilda bir nimalar. Biz 15 yil degani siz bilan shu joyda o'tirgan bo'lsak, ular 1 yilda biz bosib o'tib ketish kerak. Subhanalloh. U bo'lmaydi unaqada. O'zi farzand tarbiyasida eng to'g'ri yo'l qaysi yo'lda bo'ladi? Muhit, u tarbiyani ustozlar aytdilar. Tarbiyaning juda ko'p yo'llari bor. Aynan bir yo'l tanlab bo'lmaydi. Nega deyilganda, qaysidir farzandga qattiqroq gapirsangiz tushunadi. Qaysidir farzand qattiqroq gapirsangiz yopilib qoladi. Qaysidir farzandni rag'batlantirsangiz yanada ham rivojlanadi. Qaysidir farzandni rag'batlantirsangiz taltayib to'xtab qoladi. O'shaning uchun ota-ona farzand bilan doimiy ravishda muloqot bo'lishi kerak. Nima uchun mana sizga savol? Nimaga hozirgi o'smir yoshlar yozadi-da, nima deydi? Otam meni tushunmaydi, onam meni tushunmaydi deydi. Nega? Chunki men o'ylayman, ota-ona bu hayotda ancha ko'proq boladan aniq ko'proq bosib o'tgan, har bir bolaning qadamini, kelajagini ko'ra oladi. Lekin bola hali yosh, har bitta voqea, har bitta vaziyat u uchun menimcha yengillik, shunga har xil yo'lga borib ko'rish xohlaydi, lekin ota-ona buni kelajagini ko'radi, kelajagini ko'rmayapti, to'xtatadi. Yo'q, noto'g'ri. Menimcha, meni fikrim. Xo'p, men shunaqa deb o'ylaymanki, ota-ona bolaga vaqt ajrata olmayapti. Agar ota-ona o'sha bola bilan shug'ullansa, uni qiziqishlarini bilsa, ozgina yo'lini topib bersa, menimcha birinchi qadam ota-ona qo'yib bergani yaxshi. Vaqt ajrat. Endi ota-ona 1 soat ajratsa, yo 1 soatdan umuman ajratmasa vaqtini, qanaqa u bola baribir ko'chadan kimdirdan mehr izlaydi, o'shandan maslahat olishni boshlaydi. Ko'p buzilib ketishlar baribir ko'chadagi odamlarning maslahati bilan bo'lib qoladi. Keyin har doim ota-ona 2-darajaga o'tib qoladi, ko'chadagilar 1-darajaga o'tib qoladi. O'shaning uchun har doim meni tushunishmaydi, meni noto'g'ri gapirishadi, menga siqishadi, meni bosim qilishadi. Lekin farzand uchun eng yaxshi do'st baribir ota-ona. Zo'r, to'g'ri. Ozgincha to'ldirib beraman. Farzand bilan haligi farzand bilan ota-ona
do'st bo'lish uchun zamon bilan hamnafas yashash kerak. Zamon bilan hamnafas haligi ota-ona o'sish kerak, rivojlanish kerak. Siz aytganda hali ota-ona uzoqni ko'rib qo'ydi, ko'p yashab qo'ydi. Ular yashagan etapi bilan bu farzandni yashayotgan davrini rivojlanish balansi juda yuqori. O'shaning uchun zamon rivojlangan sari ota-onalar ham rivojlanish kerak. O'sha zamon bilan nima? Telefonmi? Telefon, Instagrammi? Instagram, TikTokmi? TikTok. Ko'rish kerak. Muhit qanaqa ichkarida? Ijtimoiy tarmoqlardan faqatgina yomon yo'lda emas, yaxshi maqsadlar ila foydalansa ham bo'ladi. Undan ko'p foyda olsa bo'ladi. Shunaqa. Faqatgina Instagramingda o'tirasa, yo'q, Instagramdan pul topsa bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Zamon bilan to'lagan ekan, to'g'ri aytibdilar. Zamon bilan hamnafas rivojlansagina ota-ona bola bilan do'st bo'ladi. Bola otasiga ham, onasiga ham xotirjam fikrini ayta oladi. Ana undan keyin bular aytayotganlardek vaqt ajratib investitsiya kirsalargina yo'nalish ko'rsataveradi. Bola ham qiziqadi va bolani qiziqishini ham topishadi va bo'lib ham podдержка qiladi. Bola rivojlanib ketib qoladi. Am narsaga nima deysiz? Misol uchun avlod ajratishga. Hozir ana millenniallar avlodi bor, zoomerlar avlodi, tam Z avlod, hol Dangasalarmi? Ha, misol uchun millenniallar hozir zoomerlarni tushunchasini tushunmaydi yoki mana shunaqa hozir avlod ajratishlar hozir rivojlanib ketganda. Hype turibdi oshmadi. Biz unaqa mavzuga kirmaylik, ajratmaymiz. Lekin menga ham birinchi yangilik bu hozir. Bo'lib ham haligi o'zimiz tajribadan ko'rayotganimiz 2000-yildan boshlab yuqorilar, o'sha 2001, 2002 bizani pokoleniya. Ha, 15 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan bolalar dangasa. Bo'lib ham dangasa. Ko'p yoshlarga aytaman. Virtual dunyodan voz kechinglar. Qizlarga o'xshab orzu qilishadi, subhanalloh. Mana bunaqa bo'lib qolsa, unaqa bo'lib qolsa, qizlar orzu qiladi. Mana bunaqa odam kelsa, taqvodor bo'lsa, iymonli bo'lsa, meni baxtli qilsa, mana bunaqa uyda yashattirsa, bolalar ham mana bunaqa mashinam bo'lib qolsa ekan, mana bunaqa uyim bo'lib qolsa, baraka topkur, o'zing harakat qil, o'zing mehnat qil. Yo'q, dangasa. Mana shu Z avlod dangasaligini bilaman. Lekin bunda ham geniy farzandlar bor. Geniy, aqliy darajasi juda yuqori bo'lgan yoshlar bor. Dunyoni zir titratayotgan bolalar bor. Bular juda kam. Noyob bolalar juda ko'p. Noyob bolalar juda ko'p. Lekin 90% dangasa. Men aytdingiz, mana 2000-yildan keyingilar shunaqa. Haqiqatda shunaqa. Ota-onasi mustaqillikni ko'rmagan. Mustaqillikni ko'rgan ota-onalar bilanchi bolalar boshqacha. Haqiqatda men ko'p buni aytaman. Shu yozuv tuzuv ham, urushganda ham, dangasalikda ham boshqa. Chunki oldin bizda shunaqa bo'lardiki, haqiqatda uyga kelsa, maktabdan yo yakshanba kunlarda shu o'tin tashish, ko'mir tashish kerak bo'lsa, anaqa noto'g'ri ish qilganimizda yer choptirishardi, mashina tashiysan, mashina qilasan deyishardi, mehnatga o'rgatishardi. Shunga ustozlarning oldiga borganimizda ham, dirodgorlik ham qilganman, masalan, cosplay ham qilganimizda sabr bilan chidaganmiz. Chunki unaqa narsadan o'tganmiz. Hozirgilarda sabr yo'q. Hozirgilarda umuman sabr yo'q. Sabri borida o'sish bo'ladi. O'shanda qanaqadir boshqacha muomala, boshqacha tarbiya bo'ladi. Sabr yo'qlarda o'sha yengil-yelpi harakatli bo'ladi. Baribir ota-ona o'zida ko'rsatib berish kerak farzandga, sabrli bo'lishi, mehnatda, o'sha yakshanba kuni kerak bo'lsa, o'sha qasr joylarga chiqqanda o'zi shu nima deydi, shashlik pishirib, hozirgi holatda tayyor. U payt unaqa qilmasdi, shu sixlanardi, boshqa qilinardi. To'g'ri, foydalanish kerak, lekin o'sha farzandlarga ozgina ko'rsatib berish kerak shu joylardan. O'sha sixlasa ham bo'ladi, qo'ldan keladigan ishlarni qilib bersa bo'ladi. Ota-ona har doim farzandga namuna bo'lish kerak. Qush inida ko'rganini qiladi. Farzand dunyoni otani ko'zi bilan ko'radi. Farzand uchun eng yaxshi qahramon kim desalar, ota deyiladi. Lekin afsus, jamiyatimiz shunday bir pallada turibdiki, farzandni qahramoni ko'chadagi, Instagramdagi bir yaxshi yo'nalishni ko'rsatayotgan odamlar bo'lib qoldi. Ota emas. Shunaqa. Bu halokatli holat aslida jamiyat uchun. Nega deyilganda, nega farzandni qahramoni otasi emas? Chunki ota
ko'chadagi faxsh ishlar bilan ovora, ichish chakish bilan ovora, qanaqadir vaqt o'tkazadigan ulfatlar bilan ovora, qanaqadir haligi kayfiyatsiz holatda, stress holatda kelib turib farzandlar ko'z o'ngida onasini urib tashlayotgan holatlar bilan ovora bo'lganda, endi savol tug'iladi-da, baraka topgur, farzand kimni qahramon deydi? Otani qahramon demaydi-ku. Shu Instagramda o'zini ideal ko'rsatayotgan insonni qahramon. Xuddi shunaqa. Shuning uchun ham otalar har doim farzandiga namuna bo'lish kerak. Siz qanday farzand istasangiz, avval o'zingizni to'g'rilang deydilar. O'zingizni rivojlantiring, o'zingizni to'g'rilang. O'zlari boshlab bersalargina bola davom etadi. Misol uchun boladan kitob o'qish talab qilayotgan ota-ona o'zi kitob o'qiydigan bo'lishi kerak. Albatta. Xo'p, agar kitob o'qimaydigan ota-ona kelib turib, "Bolam, kitobingizni o'qing, mana bu kitobni o'qing" desa, "Otajon, keling siz boshlab bering" desa nima deydi? "Men vaqtim yo'q" dedim. "Unda meni ham vaqtim yo'q" deydi. "Men ham Instagramga qarashim kerak" deydi. Hozir shunaqa payt. Siz boshlab bering deydi. O'zi yosh avlodga, mana yosh endi katta bo'layotgan avlodga Instagram, ijtimoiy tarmoqlar, telefon necha yoshdan berishni maslahat berasiz? Hammada har xil. O'rtacha deylik. Men misol uchun sizning farzandlaringiz bor. Xo'p, Telefon berganmiz, ishlatishadimi? plansheti bor. Instagramga kirishadi. Yo'q. Именно детский planshetmi? Yo'q, katta planshet. Aynan u dars uchun beriladi. Dars qilishadi planshetdan, xolos. Boshqa hech narsaga ruxsat yo'q. Men misol uchun necha yoshdan keyin siz ijtimoiy tarmoqqa bemalol aktivni kirib ishlasa yoki bemalol anaqa qilsa bo'ladi. O'g'il farzandlar bo'lsalar 15-14 yoshda ham kirsinlar. Nimaga deyilganda, haligi qahramonlik vazifasini bajarayotgan insonlarni ko'rib, qisman olib borsa ham 1 yil, 2 yilda ko'p narsa yig'ib qo'yishadi. Agar to'g'ri foydalanilsa. 20 yoshda kirib ham to'g'ri foydalanilmasa, o'zini halokatga olib borib qo'yadi, jar yoqasiga olib borib qo'yadi. Mana hozir siz ham o'zingizning blogingiz bor. 400 mingga yaqin auditoriyangiz bor. Siz o'zingiz qanaqa misol uchun tasvirlaysiz o'zingizning blogingizda? Qanaqa inson sifatida siz qabul qilishligini xohlaysiz? Biz nafsimizga yutqizgan insonmiz har doim. Biz oddiy odammiz. Biz haligi bizni bunaqa tasvirlashsin, bizni bunaqa qabul qilsin, yo'q, biz borini gapiraylik. Faqat ideal tarafingizni ko'rsatmaysiz. Yo'q. Biz doim tan olganmiz. Biz nafsimizga yutqizgan insonmiz. Aka, sizga o'xshashga havas qilaman desa aytamiz. Bizdan o'tib ket, lekin bizga o'xshama. Biz nafsimizga yutqizganmiz. Va bo'lib ham hayotda qandoq bo'lsak, Instagramda ham shunaqamiz. S. Sharafov bilan Hayotda- Sirojiddin aka bir xil. Bir xil. Hayotda ham, haligi ijtimoiy tarmoqda ham bir xil. Ikki xil inson yo'q bu yerda. O'zi bu narsaga qanaqa qaraysiz? Faqat ideal tarafini ko'rsatish. Bu Shunaqa yolg'on. bloglar bor, katta Yolg'on. auditoriyasi bor. Faqat Yolg'on. ideal. Yolg'on. Yolg'on bilan qozonilgan hurmat bilan haqiqat bilan emaklab yurilayotgan yoki emaklab zina chiqilayotgan hurmatni qadri juda baland, farqi juda yuqori. Yolg'on. Ko'rib turmiz, qanchadan qancha blogerlar bor. Faqat xotin chiqadi, to'g'rimi? Nima qiladi? Tayyor holatda haligi yaxshi vaqtida video olishadi, urushib qolishganda montaj qilishadi, qo'yib yuborishadi. Nimaga haligi holatlarni ko'rsatishmaydi, ichki holatni? Bironta bloger ko'rsatadimi? Ko'rganmisiz? Yo'q. Qo'ygan. Qachonki ajrashmoqchi bo'lsa, ajrashdik deb gapirib yig'lab, isterika qilib chiqadi. Ommaga dardini aytib. Har bitta muammosini olib chiqmaydi oilada. O'shaning uchun ham Instagram ijtimoiy platformalar barchalari yolg'on hayotni tatbiq qilgan uchun real hayotda ajrimlar soni soat sayin o'sib bormoqda. Nimaga deyilganda, haligi yosh oilalar ham mana bu blogerga qarang deydi. Mana bu yaxshi yashayapti. Biz ham shunaqa yashaylik. Mana bu blogerga qarang, bu joyga borib dam olib kelyapti. Biz ham dam olaylik deydi. Biz faqat ishlagani keldikmi deydi bu dunyoga deydi. Bu yolg'on hayot. Yolg'on hayotni tatbiq qilayotganlar albatta hisobi bor. Albatta hisobi bor. O'shaning uchun ham ularning oilasida baraka yo'q. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun ko'p gapiradigan gapimiz bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on hayotni tatbiq qilayotgan blogerlarga ishonib qolishmasin. O'zligini hayotini
Hozir ayollarimizga keladigan bo'lsak, ersiz yashash juda qiyin. Hozir kelishda ham nechta SMS keldi shaxsiyga. 10 yildan beri ersiz yashaymiz deydi. 14 yil. Bittasi 17 yoshda turmushga chiqibdi-da, 18 yoshda ajrashibdi. Hozir 28 yosh. 10 yil. Oila qurmagan. Bu juda qiyin holat. Tushuntira olyapmanmi? Bu nima demoqchimiz? Hozirgi holatimizda yosh oilalar ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on hayotni tatbiq qilayotgan blogerlarda doimiy ravishda kuzatuvchilar, followerlar bo'lib olib, o'shalarga qiziqib, o'shalarga o'xshab yashash xohlab qolishyapti-da. Vaholanki yonida turgan erkaklarni yoki erkaklar ham o'shanaqa holatga qiziqib turib, yonida turgan jufti halolini yo'qotib qo'yishyapti. Qadrsiz qilib qo'yishyapti bir-birini. Aslida ikkalasi bir-biri uchun baxt. Buni tushunib yetishlari kerak. To'lagan ekan, siz ham bloger yozasiz. Endi men sizni bilaman, men o'zingiz fikringiz menga qiziqdi. Blogdagi Bek Qayumov bilan To'lagan ekanning farqi bormi? Xo'p, bu gapga men 100% qo'shilaman. Chunki Instagramda baribir hamma yaxshi tarafini olib chiqadi. Uyda muammolarni hech qachon olib chiqmaydi. Men nima qilib ko'rdim? Har qayerda shu Instagramda ko'pchilik boy yashagisi keladi. Bu sharoit bor. Kimdir har kuni o'sha safarlarga chiqishisi keladi. Bu sharoit ham bor. Kimdir ish bilan mashg'ul bo'lish kerak bo'ladi. Bu sharoit ham bor. Lekin shuni men bilamanki, baribir insonmiz hamma narsani to'liq qilganda ham bir kam dunyo yana nimadir muammo chiqadi. Yana nimadir muammo chiqadi. Hech qachon Instagramda ko'rgan narsasini hayotda ham qilib berilganda ham baribir o'shanda ham bitta muammo chiqib keladi. Ana joyiga men kelaman. Instagram hozir necha yoshdan yurg'izish kerak boshqa. Men shuni bildim. Iloji bo'lsa bolalarga mana 14 yoshdan 17 yoshgacha baribir o'zi ayniydigan payti bo'ladi, o'zini yo'lini topolmaydigan payt bo'ladi. Baribir 20 yoshlarda o'zini topadigan payt bo'ladi. Agar o'sha paytda to'suv qo'yib Instagramgami yo boshqa yo'nalishga to'suv qo'yiladigan bo'lsa, majbur bo'ladi yomon yo'lga kirib ketishga. O'sha paytda kimdir yaxshi gapirib qolishi mumkin. Chunki baribir dushman bor, do'st bor, har xil vaziyat bor. Odamlar shunaqa imkoniyatdan foydalanyaptiki, bir xil farzand orqali, bir xil qizlar orqali, bir xil ayol orqali, bir xil ishchi orqali, ba'zi birlar o'sha orqadan fitna qilish orqali, kerak bo'lsa blogga o'sha kommentariylarga yozish orqali ham ba'zi dushmanlik qilishi mumkin. Shuni men haterlar. Endi bu ichimizda bo'lishi ham mumkin. Endi uni bilmaymiz, lekin taniganlarimiz ham bo'ladi baribir ichida. Endi Instagramga baribir biz ham yaxshi joylarimizni qo'yib boramiz, lekin storyga baribir hayotda qanaqa yashash. Mana misol uchun biznesmen odam, ko'pchilik biladiki, puli bor, biznes. Mana misol uchun kecha Samarqandga bordi, oddiy kupeda keldi. Misol uchun hamma narsaga chidash kerak. Ba'zi bir paytlar bo'ladi, joylar bo'lmay qolsa, privatlikni o'rnida kelishga ham to'g'ri keladi. To'g'risida, shunga chidagani uchun biznesmen bo'ladi. Bir kun yaxshi, bir kun yomon. Ularni ham yoritib berish kerak, chunki har doim ham yaxshi bo'lmaydi hayot. Bir xil paytda pul bo'lmay qoladi, bir xil paytda pulga ham hal bo'lmaydigan narsa bo'lib qoladi. Bir xil paytda shu joylarda bilet qolmay qoladi. Bir xil paytda o'sha tanish ishlamay qoladi. Shu joylarni yoritib berish kerak. Shunda biladi. Biznes qilish ham oson emas ekan, boshqa. Endi shu bir 70-80% ni olib chiqsam kerak, 20% ni baribir men ham bekitaman. Hammasini olib chiqamiz. Men hammasini ham olib chiqa olmayman. Shu aytdilar, nafsimizga o'sha yengilganmiz deymiz. Xuddi shunaqa. Baribir qaysi joylarnidir bekitishga to'g'ri keladi. Boya haterlar mavzusini ochdik. Siz mana kontentingiz ancha saviyali kontent qilasizda, odamlarga foydali, manfaatli bo'lishiga harakat qilasiz, o'zim ham bilaman. Lekin haterlaringiz bormi o'zingizda? Juda ko'p. Bu kontentga ham hater bo'ladimi? Albatta. Ular qanaqa munosabatdasiz? Oddiy, e'tibor berib o'tib ketamiz. Shu to'g'ri yo'lda. Hech harakat qilib ko'rganmisiz uni? Yo'q. Bosib, qayerda nomerini tashlab boshqa. Yo'q. Foydasi bormi? Lekin bir xil shunaqa ekan, bor ekan. Mana shu bittalab tekshirib o'tirar ekan. Yo'q, mana buni olinglar, mana buni qilinglar, mana bunga qaramaysizlarmi, nima mana bunaqa qo'ydinglar. Voy, aka, qadaru deb qo'yishadi, yana arzimagan narsaga, voy, mana bunaqa qilinglar, mana buni olib tashlaylar, mana bu joyini o'tir, mana bunga qaramabsizlar-yu, nima bo'ldi? 100 ta yaxshi deb bitta yomon bo'lib qolsa, o'shani topadi. Eng qizig'i 20 ko'rib chiqadiganlar bor ekan. Qoyil qoldim lekin komment.
Biz vaqtimiz yo'q lekin. Yo'q, meni ham vaqtim yo'q lekin. Kimdirlar tanishlar tashammamdi, mana bunaqa bo'lib qopti, qarab qo'yinglar demasa, lekin vahsha o'tib ketadi. Shunaqa. O'zi blog yurg'izish osonmi? Mediaga chiqish, bloger bo'lish, mashhur insonga aylanish. Biz mashhur emasmiz. Shunaqa deysiz, lekin xalq taniydi sizni. Robbim fazl qilgan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Va blog yuritish bu oson ish emas. Yolg'on aralashtirib qo'ysa, ustozlar aytadilar, topayotgan har bir luqmangizga ehtiyot bo'ling. Luqmaga harom aralashib ketsa, nasl buzilib ketadi. Luqmaga harom aralashib ketsa, go'sht bilan kirgan luqma olov bilan yonib chiqib ketadi. Shu bois luqmaga qarash kerak. Endi luqmaga qarash kerak degani topayotgan har bir tiyinga e'tibor berish kerak. Halol, harom, yolg'on aralashdimi, aralashmadimi? Sotayotgan qo'yingizni, haligi molingizni aybini oshkor qilib soting deyilgan gap ham bor-da. Agar shunaqa sotilmaydigan bo'lsa, bu yerda harom bo'lib qoladi. Blog yuritish ham xuddi shunaqa. Yo gapirasiz haqiqatni, yolg'on aralashtirmasdan yoki batamomila yolg'on bilan boshlab, yolg'on bilan tugatasiz. Tanlov imkoniyati o'zingizga. Agar biz ham hozir chiqib turib masxarabozlik qiladigan bo'lsak, yolg'on gaplar ishtirok etadigan bo'lsa, bizning mavzularimizda prosmotr uchun har xil bo'lar bo'lmas qiliqlarni qiladigan bo'lsak, bizda ham haligi prosmotrlarimiz oshib ketib qoladi. Lekin nima keragi bor masxarabozlikni? Agar siz aytmoqchisizki, misol uchun boyagi mavzuyimizda agar faqat ideal tarafini ko'rsatadigan inson shu blog orqali pul topsa, u harommi? Yo'q. Yolg'on bilan topilsa. Yo'q, yolg'on bilan topilsa, yolg'on Asli aralashtirsa. u ham yolg'onga kiradi-ku. Yo'q, nega? Faqat yaxshi faqat tarafini, yaxshi faqat tomon. baxtliman deyish. Yo'q, mana. Faqat yaxshi holatdagi holatni ko'rsatib qo'yadi, bo'ldi. Yomon holatni ko'rsatmayapti. U yolg'on yo'q bu yerda. Yolg'on yo'q u. Qachonki kayfiyatingiz yaxshidir, siz video olib stories qo'ydingiz. Misol, bir ukamiz borlar. Mana deydilar, stories qo'yadilar. Bugun birinchi kun yugurish boshladim deydilar. Bir oy story yo'q. Nimaga? Bu yolg'on. O'sha insonmanmi? Bu yolg'onmi? Yolg'on emas. Chunki u haligi kayfiyati yaxshi vaqtida, maqsad qo'yib, kayfiyati yaxshi vaqtida story qo'yadi-da, bo'l ertasi kun bir sabab bo'ladi, stressga tushadi, siqiladi. Bevafo dunyo, bir nima. Keyin shu bilan yo'q. Biz kuzatamiz uni. Yo'q, bir oy yo'q. Bir oydan keyin mana deydi, biz deydi, yana istoriyalarga chiqishni boshladik. Bundan keyin deydi, doimiy ravishda sizlar bilan birga bo'lamiz, kuzatib boring deydi. Shu kuzatib boringdan keyin 3 ta tochka boshqa istoriya yo'q. Shunaqa. Bo'ldimi? Bu ham yolg'onmi? Yo'q. Bu kayfiyati yaxshi bo'lgan holatini ommaga oshkor etish va kayfiyati yomon holatini, qiynalayotgan, charchayotgan holatini ommaga oshkor etmaslik. Bo'ldi. Bu yerda yolg'on yo'q. Yolg'on qanaqa bo'ladi? Mana hozir bular o'zi Dialab rahbari emassan, men bugundan Dialab rahbari bo'ldim. Mana bunaqa ishlarni yo'lga qo'ydim. Bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi deb turib, yolg'on bilan chiqsa bo'ladi. Bitta ajib yolg'on bor. Shunaqa. Biz haliganda 18 yoshimizda, 20 yoshimizda yoki 25 yoshimizda yoki 30 yoshimizda deydilar, yoki da mana shu blogimiz orqasidan shu mashinani oldik deb reklama qilishadi yoki da shu narsaga erishdik. Vaholanki kredit bo'ladi. Vaholanki 10% ni to'lab turib variantga olgan bo'ladi. Muammo yo'q. Sizniki, tabriklaymiz. Robbim xayrli barakatli qilsin. Ammo uni hali to'lab bo'lmadingiz-ku, sizniki emas. Ertaga ishlar olib qo'yilsa, to'la olmay qolsangiz nima bo'ladi? Qayta olib qo'ysa nima bo'ladi? Qaytarib berishingizga majbur bo'lib qolsangiz. Ko'cha-ko'yda sizni followerlaringiz ko'rib qolib, hali qani haligi mashina desa nima deysiz? Sotib oldim deysiz? Sotib oldim, bu ham yolg'on. Ana endi yolg'on bo'ldimi? Assalomu alaykum. Ana endi yolg'on boshlandi. Boshidan boshlangan yolg'on bilan boshlanadi va yolg'on bilan tugallanadi. Tushuntira oldim? Demak, blogda imkon darajasida bor narsani haqiqatda olib chiqish kerak. Nafaqat blogda, hayotda ham hazillashib, ham yolg'on gapirish mumkin emas degan mashhur ibora bor. Lekin blog yurg'izsam juda qiyin. Men endi bu sohaga endi yaqin-yaqindan kirdim. Boshda men oson bo'lsa kerak, tayyorlansa bo'ldi, boshqa bo'lsa kerak dedim. Yo'q, unaqa emas ekan. Bunga ham baribir kitoblar o'qiladi, mehnat qilinadi, bilim olish kerak. Mutaxassislar bilan maslahatlashiladi. Savollar ham iloji bo'lsa oldindan tashlaylik, shunga tayyorgarlik qilaylik. Bab tayyorgarlik bo'lgan joyda qanaqadir hayajon ham ketadi. Kelgan odam to'g'ri so'zla oladi. Qanaqadir yaxshi jumlalar qo'yishga harakat qiladi.
chunki har doim oddiy gapga emas qanaqadir yaxshi gaplarga odam nima deydi e'tibor beradi. E'tibor jalb qilsa ham bo'ladi, e'tibor beradi. 15 yil dedingiz anaqa bo'yicha, fitness trener bo'yicha. Mana 15 yildan beri trenersiz. Juda qiynab, juda ko'p uchraydigan savol bor, ko'pchilikni qiynaydi. Ishlaydi, puli bor, vaqti yo'q zalga chiqishga, sog'lig'i bilan shug'ullanishga. Bu narsangiz qanaqa qaraysiz? Bormi shunaqa odamlar, misol uchun ishidan voz kechib kelyapsiz oldingizga yoki sizni sportingiz bilan shug'ullanayotgani uchun ish qolib ketyapti? Bizda ish qolib ketyapti emas. Boshqa insonlarda bo'lishi mumkin. Bizda faqat rahbarlar keladi. Oylik ishlaydigan odam kelmaydi bizga. Rahbarlar har doim svobodniy grafikda bo'ladi. Bizning jamoa shunaqa yig'ilgan. Yo'q, sizning jamoangiz endi sizni premium fitness trenersizda. Xo'p bo'ladi. Arzon emas. Lekin mana o'zi zal bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, o'zi ishlaydi operatsionkada yoki prям kuni ish bilan band. Unaqaligi qanaqa zalga vaqt ajratish nima tavsiya berasiz? Albatta vaqt ajratsinlar. Xohlasalar ish vaqti soat 9 dan boshlanadigan bo'lsa 7 dan 9 gacha chiqsinlar. Yoki ish vaqti 9 da tugaydigan bo'lsa 9 dan keyin chiqsinlar. Sport bilan doimiy ravishda shug'ullanishlari kerak. U sport bilan shug'ullanadigan odam ish qolib ketadimi? Yo'q. Bu noto'g'ri tushuncha. Ishiga ta'sir qiladimi? Umuman ta'sir qilmaydi. Hop, mana bunaqa yo'lini qilsa ham bo'ladi. Mayli, o'sha joyda bo'layotganlarida uyda shu sharoitni qilsa bo'ladi. Boshda mayli bir oy chiqsin, o'rgansin. Juda qiyin-da. Uyda shug'ullanmaydi. Juda qiyin-da. Uyda dangasa. Siz uyda shug'ullanasiz? Shug'ullanaman. Siz shug'ullanasiz. Men ham shug'ullanishda tosh ko'tarib, boshqa qilib, tosh ko'tarib обязательно bularni oldiga boraman. Lekin soat o'sha begovoydami, velikdami, yo sakraydigan joylaridami, yo ozgina yurib kelish kerak bo'lsa, ular uyda bo'ladi baribir. Unaqa sharoit bo'ladi. Chunki dushanba, chorshanba, juma bo'sh kun bo'ladi bizda. Shu kunlarda shundan foydalansam bo'ladi. Lekin mana bu yerda vaziyat bor-da, mana 40 kunlik challenge bor sizda. 40 kunda transformatsiya qilasiz odam. Yo'q, men o'zim ham qatnashdim, bilasiz, xabaringiz bor. To'lagan ekan, baravar boshladik. Men orqada qolib ketdim. Ishim ko'payib ketgani uchun ishimga ta'sir qildi-da bu narsa. Bularda ish kammi? Bular har holda rahbarlar-da. Ishlar baribir yordamchilari ko'p menikiga nisbatan. Xo'p. Men ham uyquni to'g'rilamading ekan. Kech uxlading, kech turding. Siz nega orqaga qoldingiz deyilganda irodasizlik qildingiz. O'zingizni qiynagingiz kelmadi. Ozgincha qiynaldingiz. Ham fiziki, ham moralni bo'lib to'xtadingiz. Komfortga kirdingiz yana qaytib. To'g'ri. Yaqinda shuna holat bo'ldi, shu darajada ko'p ishlaganimizdan miyamiz charchab qolganidan hattoki telefonimiz o'chib yondi. Telefonimiz ko'tara olmadi, ko'p ishlaganimizdan telefonimiz o'chib yondi. 1-2 kun orasida bo'layotgan gap. Telefonimiz o'zidan o'zi o'chib qoldi. Yangi telefon, subhanalloh. O'z-o'zidan o'chib yondi. Nima demoqchimiz? Ham fiziki, ham moralni komfort zonaga kirmaslik uchun inson o'zini qiynash kerak. Mehnat qilish kerak. Siz qochdingiz. Lekin hech qanaqa bahona yo'q. Siz o'zingiz ayadingiz. Ayamaslik kerak edi. Sizni ishingizga ta'sir qilmadimi shu challenge? Yo'q, ta'sir qiladi. Baribir odam rejalasa bo'ladi. Shu 40 kunga borgandan keyin bo'ldi, mana 2 dan 3 gacha bo'lgan vaqtim 1 soatini ajrataman. Bo'ldi. O'sha paytga hammasini to'g'rilashga 2 bo'ldimi? Bu degani zalga ajratish kerak degani. To'xtamam ish qilib, yana keyin 4 odamga lafsiz bo'ladi odam. Yo 5 odamga lafsiz bo'ladi. To'g'ri rejalasa, hammasini to'g'rilasa bo'ladi. Iroda kerak bo'ladi, g'ayrat kerak bo'ladi, komfort zonada standartga o'tib turish kerak bo'ladi shu. Bu irodani qanaqa shakllantirsa bo'ladi? Pul bersiz yetaman. Obunachilarimiz uchun, obunachilarimiz hurmati. Doimiy ravishda o'z ustida ishlash kerak. Yoqmaydigan narsani o'sha zahot bajarish kerak. Bitta mashhur ibora bor. Birozdan keyin bajaraman. Yo'q, birozdan keyin yo'q. Hozir bajarish kerak. Hozir dangasalik tutyaptimi? Nafsga yoqmayaptimi hozir bajarish? Demak, o'shani hozir bajarish kerak. Soat 6 da uyg'onaman dedingizmi? Bo'ldi, turishingiz kerak. Budilnik qo'ydingiz, uyg'ondingizmi? O'chirib qo'yib qaytib uxlamoqchimisiz? O'rningizdan turib dushga kirib muzdek suvga yuzingizni yuvorishingiz kerak. O'zingizni majburlashingiz kerak. Chiqib ketishingiz kerak. Uydan chiqishsa uyqu ochiladi. Uydan chiqmasa muzdek suv yuvganingiz bilan ham bari uyqu qaytib keladi, uxlab qolasiz. Bu degani komfort zonaga kirdi degani. Kunning eng barokatli qismi ertalabdan boshlangan fayzli ishda bo'ladi. Ertalab boshlansa har bir ish bo'lib barokat bo'ladi. Siz nima qildingiz? Obedgacha uxladingiz. Bahona ham tayyor. 3 da 4 da kirdim. Biz ham 3 da 4 da kiramiz. Ba'zida. Lekin turib ketamiz ertalab 7-8. Qanaqa qilib mana shu
og'ir sport bilan shug'ullanasizda. Xo'p. Kech yotib yana voqli turish kerak. Qanaqa? Shunchaki bular to'lagan ekan aytganlaridek, hamma narsani jadval qilib olish kerak. Rejalar. Jadvaldan chiqmaslik kerak. Ana o'shanda intizom degan narsa paydo bo'ladi. O'zini majburlash, ana undan keyin sekin birdaniga bo'lib qolmaydi. Bir kun dam kuni dam olish kerak. Telefonlardan. Shu dam olish Oson kuni ham emasda, shu narsa ya deydi. bir xilla shunaqa deydi-yu, lekin shu bir kunlik topiladigan damga baribir hech narsa yetmaydi. Shu kuniga bir haftaga u foyda berishi mumkin. Bir hafta iroda berishi mumkin. Bir hafta energiya berishi mumkin. Chem o'sha bir kunida mana kam ko'st ishlarimni qo'y, yo'q, u noto'g'ri. O'chirish kerak, yig'ishtirish kerak, dam olish kerak. Uyqu kelyaptimi, uxlash kerak. Yana qolgan ishini qilib turib, yana davom ettirish kerak. Shunda energiyani zo'r olsa bo'ladi. Bir kun bekorga dam berilmaydi. Kimdir juma kuni dam oladi, kimdir yakshanba kuni, kimdir dushanba kuni. Shu kunini dam kuni e'lon qilish kerak. Bo'ldi. Ana u yoqqa boraman, buni qilib olaman, buni qilib olaman. Yo'q, yana energiya oqiladi. Yana energiya oqiladi. Mana perezagruska deyaptilar. Odam o'sha paytda yana perezagruska bo'ladi. Yo'q, odam o'chadi umuman. O'chgandan keyin o'sha foydasi bo'lmaydi. Sport har doim kerak insonga. Sport borki, odamni yaxshi ushlaydi. Meditsina ham uni tasdiqlagan. Sportni, to'g'ri ovqatlanishi, vaqtida uxlashi, irodani ishlatadigan narsalar pashtimash 3 ta narsa bo'ladi. Qolgan narsalar qo'shimcha nima deydi, oziqa bo'lishi mumkin. Shu. Mana to'g'ri ovqatlanish mavzusida mana shu podkastda dietologlar bilan gaplashdik, yana endokrinologlar bilan gaplashdik. Hamma har xil gapiryapti-da. Siz ham fikringiz qiziq. Dieta, to'g'ri ovqatlanish faqat mana shu nima deydi, kaloriyasi past ovqatlarni yeyishmi yoki vaqtida ovqatlanish? Kimlardir aytadi, misol uchun dieta qilma, prosta vaqtida ovqatlan bo'l. Kuniga 2 mahal ovqatlan yoki kuniga 3 mahal ovqatlan deb 6 dan keyin ovqat yema. Nima yesang ye 6 gacha. U baribir seni anaqa qiladi, to'g'ri Mana shu turmushingda. 6 dan keyin yema deydigan har qanaqa mutaxassisga tanbeh beramiz. Bekorlarni 7 tasini yebsiz deymiz. Yesa bo'ladimi 6 dan keyin? Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Inson organizmi vesiga, haligi kilosiga qarab turib oqsillarni taqsimlaydi, uglevodlarni taqsimlaydi. Yo'q unaqa narsa, 6 dan keyin yemang. 6 dan keyin faqat kefir ichib yoting. Yo'q unaqa narsa. Bu mutaxassislar o'zlarini yaxshi mutaxassis qilib ko'rsatishlari uchungina shu narsani gapirishadi. Nimaga deyilganda, tezroq ves tashlasangiz, mana bizni tavsiyamiz bilan deydi, siz natijaga erishing. Yo'q unaqa narsa. Endi 6 dan keyin yemaslik bo'ladigan bo'lsa, soat 12 da uxlaymiz. 6 soat ichida nima qiladi? Qorni ochadi-yu, agressivlik oshadi-yu. Testosteron nima bo'ladi keyin? Kortizol ko'tariladi. Kortizol ko'tarilgan agressivlik oshadi. Bu degani kortizol ko'tarilgan testosteron tushadi degani. Aynan va aynan o'shanaqa mutaxassislar bu eskilik sarqiti deymiz. O'ssinlar, rivojlansinlar, o'qisinlar. Bu o'sha mutaxassislarni maniki juda ko'p insonlar ko'rdik. Bizga kelishganda yoki yozishganda holsiz, rang bo'lmaydi, bilasizlarmi? Kasalmand bo'lib qoladi. Nima bo'ldi desa, haligi bir dietolog bilan ishladim, zalga chiqmasdan ham ozsiz bo'ladi deyishdi dedi. O'sha 6 dan keyin narsa yemadik dedi. Bechora kasal. Subhanalloh. Erkak shunaqa turmaydi. Zarajni bo'lishi kerak, yonishi kerak. Unaqa narsa yo'q. Nimaga deyilganda, haligi saviyasiz dietologlar gapini eshitib qo'yganda, 6 dan keyin narsa yemang. Yeyish kerak, nega yeyish kerak emas? Organizm oqsil talab qiladi bu yerda. 6 dan keyin yengilroq taom iste'mol qilsinlar. Xo'p, mayli. Dieta bilan to'g'ri ovqatlanish farqi bor. To'g'ri ovqatlanish nima? To'g'ri ovqatlanish har qanaqa ovqatni yesa bo'ladi, kam-kam. Ammo tez yeyish kerak. Har 3,5-4 soat ovqatlanish kerak. Kam-kam yeyish kerak. Bizda nima deydi? Hali 2 mahal deyapsiz-ku. 1,5 ming kaloriyani deydi, 2 mahalga qo'yib qo'ying deydi. Haliginde soat 10'larda bitta, 3-4'larda bitta yesiz deydi, o'sha bilan uxlaysiz deydi. Ammogarchilik eskirdi u. Eskilik sarqiti u. O'zgarish kerak. Meditsina eng tez rivojlanayotgan soha nima? Qaysi soha? Meditsina. Har qanaqasiga rivojlanib ketdi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa haligi mutaxassislar ham o'zlarini komfort qobiqlaridan chiqib rivojlanishlari kerak, tan olishlari kerak. Bu boshqa narsa. Dieta
kuchli dieta, sushka nima? Bu sportsmenlarga xos bo'lgan xislat. Ular har doim bir xil ovqat yeyishadi. Buzish mumkin emas. Nimaga deyilganda, ularning bir ostanovkasi bor. 3 oy shunaqa ovqatlanadi, 4 oy shunaqa ovqatlanadi. Musobaqasiga chiqqandan keyin ular ham xohlagan ovqatni iste'mol qilishadi. Endi biz o'zimizni auditoriyadan keladigan bo'lsak, bizda faqatgina rahbar insonlarimiz, ularga nima kerak bor bunaqa o'zini qiynab? Siz mana 40 kunlik challenge-da qanaqa dieta qildirasiz, qanaqa ovqatlantirasiz? Buni ayta olmaymiz. Uchini ochaylik. Yo'q. Bu bizning feshkamiz. Men bilaman. Qatnashganlar Qatnashganman. Bilaman, bunaqasini og'ir yengil o'zi emas, 40 kunda o'zi emas. o'zi emas. Ha. Endi bizdagi rahbarlar bo'lganiga biz auditoriya nima qilishadi? Bizda to'g'ri ovqatlanishga amal qilinglar. Fast food yemanglar. Haligini kolalar ichmaydi demaymiz. Ichinglar. Me'yorida ichinglar, lekin mehnatni ko'proq qilinglar. Hozir shakar mumkin emas, u nimaga mumkin emas? Oldin biz shakar choysiz chiqmaganmiz uydan. Novotsiz chiqmaganmiz, oqqandlar bo'lardi. Oqqandsiz chiqmaganmiz u. Nimaga gormonal balans buzilmagan? Sababi mehnat ko'p bo'lgan, harakat ko'p bo'lgan. To'g'ri. Hozirgilar harakat yo'q. Harakat yo'q. Yeydi, ichadi, shundan mashinaga o'tiradi, ofisga boradi, dam oladi. Terisalar. Yo'q, yema emas, ye, ichma emas, ich, ammo mehnat qil. Ha. Mehnat qil zalga kirib, qiyna o'zingni. Ana o'sha biz shu narsani singdirib boramiz. Bemalol yesalar bo'ladi. Kecha yana bitta narsani ko'rdim. Endi buni ayta olmayman kimligini. Juda g'alati eshitildi menga, balki to'g'ridir. Nima yesangiz yeng, 15 ming qadam yuring. Yo'q, bu juda ko'pchilikni haligi nima deydi, mashhur iborasi bor, yolg'on. Yo'q, bu yerda menimcha reklama ketdi-da, mana shu cheklovlarsiz ozish. Soatdami yo'shani qanaqadir shu narsa bor. O'zingizdan kimga yaqinlarga beringda, nima yesangiz yeng, nima qilsangiz qiling, lekin bir kunda 10 mingdan oshib yuring. 11 ming yo 12 ming, 15 minggacha yuring. Keyingi odamga bering, keyingi odamga bering, effektini ko'rasiz. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa? Yo'q. Yo'q. O'zi mana zalga chiqolmayotgan odam, misol uchun aytayotganlardagi просто yurib ves tasha oladimi? Tashasa Uzoq, bo'ladi. misol kilometrlab yurib. Tashasa bo'ladi, lekin bitta narsani tushunishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Asosiy maqsad ves tashlash emas-ku. Asosiy Chiroyli maqsad forma. sog'lom bo'lish, kiyganda kiyimlar yarashib turish, erkaklarga tegishli-da va haligi ayolning yonida ham bir ko'rkam inson turishi, baquvvat odam turish kerak. Asosiy maqsad ozish bo'lsa, faqatgina ozib, hali yuraverib ozib ketaveradi, yuguraversa ham ozib ketaveradi. Lekin hali yelkalari kichrayib qoladi, yuzlari kirib qoladi. Qorinlar oxirigacha ketmaydi. Qo'llari kichkina bo'lib qoladi. Nimjon bo'lib qoladi. Undan ko'ra zalga chiqib, shug'ullanib, fizически nagruskalar berib, ko'rkamlashgan qayoqda-yu, har qanaqa ayolning yonida ko'rkam, baquvvat, ahli oilasini himoya qiladigan erkak, shijoatli erkak turishini har qanaqa ayol istaydi. O'zidan slabi bo'lgan erkakni hech qaysi ayol istamaydi. To'g'ri. Ming mablag'i bo'lsa ham bo'lmasa. Yo'q, istamaydi. Bu yerda pul rolini. Zeriktiradi. U narsa zeriktiradi. O'shaning uchun erkaklarimizga tavsiya har doim zalga chiqishlari kerak. Shart emas bizni yonimizga kelishi. O'zingizga yaqinroq zal, o'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib, o'zingizga yaqinroq zalda, o'zingizga yaqinroq murabbiydan tanlab chiqib shug'ullanishlarini tavsiya beramiz. Biz hech qachon aytmaganmiz, bizga keling. Yo'q. Bizga uzoqlik qiladigan bo'lsa, bizning kuzatuvchilarimiz juda ko'p, alhamdulillah, va bo'lib ham uzoq yaqindan kuzatishadi. Uzoqdagilar kelisha olmaydi. Ularga aytamiz, o'zingizga yaqinroq bo'lgan joyga chiqing. Lekin chiqing, to'xtab qolmang. Muhimi chiqish kerak. Ha. Muhimi chiqish kerak. Boshlamayotganlar nimadan boshlashni eng oson maslahat bera olasiz? Osoni yo'q. Eng yengil. yo'q. Etap-etap chiqish kerak yoki yo'q uni? Yo'q, shunday chiqib murabbiy tanlash kerak edi. Murabbiy bilan boshlash kerak. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa yo'q. Bahona qolgani. Hammasi bahona. Boshqa hammasi bahona. Intizom haqida gapiryapsiz. Siz o'zingiz qanaqa kuningiz o'tadi? Aytib bera olasizmi? Kunimiz Kuningizdan. ertalab soat 8:00 bo'lishimiz kerak, kechqurun 10:30gacha. Kelib uxlaganimizgacha 12, chunki kitob o'qishimiz bor. 12, 12:30, ba'zida 1 bo'ladi. Ertalab yana soat 8, 7:30da trenirovkada bo'lishim kerak. Fitness murabbiy
qanaqa kitob o'qiydi? Nima yo'nalishda kitob o'qiysiz? Juda ko'p kitoblar bor. Hozir 5 ta kitob o'qiyapmiz. 5 ta kitob barobar ekan. Hı? Qanaqa eslab qolasiz hammasini? Endi hamma narsa yeta olmaymiz bu yerda. Ne'matlar har doim moddiy ko'rinishda bo'lmasa kerak. Intizomni ushlab turish siri nimada? Inson o'zini qiynash, Doimiy ravishda qiynash kerak. doimiy ravishda o'zini qiynash kerak. Bo'lmasa komfort zonaga kirib qoladi. Intizom bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. Intizom bo'lgan joyda reja bo'ladi. To'g'ri. Motivatsiya keladi ketadi har doim. Yosh o'tadi ketadi. Yana kimdirlar pul ham xuddi shunaqa. Intizom bo'lsa, u tushkunlikka tushganda ham, pulsiz qolganda ham, hattoki ko'chada imkonsiz qolganda ham shu intizomdan chiqmasa, shu rejasidan chiqmasa, har doim oldiga yuradi. Chunki hayot 24 soat bo'lsa, bitta ikkita kunda muammo bo'lib qolishi mumkin. Lekin intizom bo'lgan paytda 28 kuni, 29 kuni har doim doimiy o'tadi. Chunki bir xil bo'lib qolsa ham odam zerikib qoladi. Agar faqat motivatsiyaga qarab turib, faqat o'sha yoshga qarab turib, yo masalan o'sha pulli mablag'iga qarab turib qiladigan bo'lsa, u 1 oy bo'lishi mumkin, 2 oy bo'lishi. O'sha 3-4-oyda o'sha sinadi. Mana bitta doktor bilan gaplashganda, Dialabda aytayotdilar, intizom qanaqa shakllantirish mumkin deganda, bitta ishni kimdadir 1 hafta, kimdadir 20 kun. Eng ko'pi bilan dedilar 90 kun. Bitta ish qayta-qayta qilsang, bu narsa refleksga aylanadi, intizomga aylanadi. Shu to'g'rimi? Doimiy bo'lishi kerak. Doimiy ravishda qilib yursa, odamga o'sha refleksga aylanadi. Shunaqa. Doimiy bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. U necha o'sha 1 haftadan boshlanadimi kimlardir? Hammada har xil. Individual. Sizda necha kun misol uchun bitta ishni intizomga tushirib olish uchun? Bizda o'zi hamma narsa intizomda turibdi. Relsda turibdi hammasi. Dangasalikni qanaqa yengasiz? O'zini majburlash kerak dangasalikda. O'sha boya aytganimizdek, nafsiga yoqmayotgan narsalar bajarish kerak. To'lagan aka, sizda dangasalikni yengish bo'yicha qanaqa tajribalar bor? O'sha intizom doimiy bo'lishi kerak, birinchidan. Ikkinchidan har doim kunini rejalab yurish kerak. Odam shu kunini rejalab yursa, dangasalikdan avtomatik chiqib ketadi. O'zini qiynash kerak. O'zini qiynash kerak. Shu uyqusida, o'sha telefonida, qanaqadir holatlar bo'ladiki, o'sha oilasida ham o'zi qiynaydigan joylari bo'ladi. O'shanda zerikish ketadi, intizom ustiga chiqadi, reja ham effekt beradi. O'zi bizda hozir shunaqa bo'lib qoldiki, asosan uyqu bo'lib qoldi. Telefon bo'lib qoldi. Shu ikkita narsa. Shu ikkita narsadan voz kechilsa, o'zi shundoq ham avtomatik odam dangasalikdan chiqadi. Ko'proq vaqtda uyqu olyapti, ko'proq vaqtda telefon olyapti bizda. Shu ikkita narsada hozir juda mavzu shunda bo'lib qoldi. Shu ikkita narsani to'g'ri ligirovka qilish kerak. Men bitta anaqa ko'rdim. Bog' telefonda shunaqa loyiha bor ekan. Bog'. Telefonda agar o'sha 1 soat, 2 soatdan oshiq ko'p ko'rib yo boshqa qilsam, sekin o'sha daraxtim qurishni boshlab, yonishni boshlaydi. Agar normasiga keltirib qilsam, o'tda o'sha joylari kirgizilgan. Masalan, Instagramda qancha o'tirishim, Telegramda qancha o'tirishimni to'g'ri foydalanib, sal vaqtliroq tugasa o'sha daraxt ko'karib meva beryapti-da, odamga zo'r motivatsiya berar ekan. Hozir bog'larim bog'roq bo'lib ketgandi, zo'r. O'shandan kitobga o'tilgan. O'g'limga berdim shu narsani, kesanda qilib ko'ramiz, ayolimga berdim. Ayolimniki o'rta, yarmi qurigan, yarmi anaqigan. O'g'limniki o'sha qurib qo'ygan. To'g'risi, kimni bog'i zo'r bo'lish. U ham zo'r motivatsiya beradi. To'g'risi, uyquda ham xuddi shunaqa. Uyquda ham kerak bo'lsa, hozir men shunaqa o'g'lonimga bitta narsa zakaz qildim, Wi-Fi o'chirish. Shuna telefonda foydalanish. Chunki men bo'lmaganda ko'p o'tirib qo'yishadi, boshqa qilishadi. Baribir odamga bog'liq bo'lib qoldi-da. Shu soatini qo'yib, tiqdek o'chirib qo'yaman, bo'ldi. Wi-Fi o'chgandan keyin avtomatik qizlar ham sal o'ynaydi, xonasiga kirib pas gaplash qulab qoldi, ertalab zo'r. Maktabga ham, bog'chaga ham zo'r ketadi. Ada bo'lmagandan keyin ona baribir mehribonchilik qilib qo'yadi, telefon baribir aldab chalg'itishadi, ona ishlarni qo'ygan bo'ladi, 12:1 bo'lib ketib qoladi. Bo'ldi, puli chatir bor ekan, zo'r o'chirib, ana svet qilib o'tirishadi. Telefonga ulab olasiz, bo'ldi, tema yopiladi. Shuni 10 kun qilib, o'sha 11dan keyin hamma o'zi qiladigan bo'ldi. U intizomga aylanyapti. Bitta u qoidaga aylanyapti. Hech kimdan telefon yig'ish shart bo'lmay qoldi. Faqat yakshanba kuni 12. Bo'ldi.
Shu Siz nechaga ishlatasiz telefoningizni? Kechasi. Bizni ishimiz telefon bilan. Biz 24 soat telefondamiz. Yo'q, qanaqasiga ham telefon ishlatib turib, ham kitob o'qishga ulgurasiz. Ham endi zalda trenerlik qilishga. 24 soat, sizda ham 24 soat, bizda ham 24 soat. Ne'matlar har doim moddiy ko'rinishda berilmasligi mumkin deymiz. Yo'q, men aytmoqchiman, mana shuni qanaqadir siri bormi? O'rgata olasizmi bu narsani? O'shani aytamiz-ku. Ne'matlar har doim ham moddiy ko'rinishda berilmasligi mumkin deymiz. U ne'matlarni berkiting deyilgan. Tushuntira oldimmi? Yo'q, o'ylantirib qo'ydingiz lekin. Haqiqatan. Sohangizdagi eng katta yolg'on nima? Eng katta yolg'on, subhanalloh. Siz ko'rgan, doim eshitsangiz g'azablanadigan eng katta yolg'on. Bizda yolg'on yo'qdi, shunisini bilaman. O'shaning uchun bilmadim. Yo, imенно siz ishlatadigan demayapman. Sohada Shu fitness trenerlik sohasi yoki fitness sohasida. eshitmagan ekanman. Subhanalloh. Men boya aytdingiz-ku, misol uchun yolg'on gapirib, kontent Endi qilishyapti. u boshqa narsa. Bu blogerlarga qaratilgan. Hayotini, hali faqat yaxshi hayotini ko'rsatib yokida variantga olingan narsasini ko'rsatib biz erishdik deyishi. Ular haligi yotoq joyini ham ko'rsatib o'rishadi, davis bo'lgandan keyin. Yolg'on nima bo'lishi mumkin? Bizning sohada yolg'on yo'q shekilli. Misol uchun mana hozir juda ko'p mashhurlikka erishyapti, programma, sun'iy intellekt ulashyapti, har xil nomli chiqib ketgan, rasmga olasiz kaloriya ham belgilab beradi. Yolg'onmi yoki rostmi ishlaydimi bu narsa? Ishlasa kerak, ishlaydi. Ishlatib ko'rdingizmi, hech ko'rdingizmi shu Bir programmani? ishlatib ko'rdik, lekin endi uni takomillashtirdik deyishdi-yu, atidan 1,5 porsiya proteinni bitta porsiya proteinni ko'rsatdik, 24 gram hosil ko'rsatdi. Yarim porsiya proteinni ko'rsatdi, yana 24 gram ko'rsatdi, o'chirib tashladik programmani keyin. Keyin o'zligiga yetsak, biz uni takomillashtirdik, hozir unaqa emas dedi. Ha, bo'pti, xo'p dedik, bo'ldi. Shu bilan ishlatmadik. Keyin yana bitta narsa bor, misol uchun mana sizdagi figura ushlagan yoki umuman kachok odamni ko'rsa, u tabiiy emas deyshadi. Tabiiy misol uchun forma qilsa bo'ladimi? Juda qiyin. To'g'ri, tabiiy emasmiz u. Ukol uraman. Yo, endi ko'pchilik misol uchun men tabiiyman deydi-da, lekin formasi anaqa bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Yo, balkim tabiiydir. Balkim haligi farmakologiya bilan shug'ullanib turib, keyin chiqib ketgan holatida so'rab qolsa, hozir tabiiyman deyishi mumkin. Lechinalar asli qilsa bo'ladimi? Tabiiy. Yo'q, qiyin masala. Formani O'sish kuchli qilish. etaplari bor. O'sish etaplari tabiiy o'sib bo'lgandan keyin undan u yog'iga o'sa olmaydi. Undan u yog'iga mishsalari, mushaklari yorish uchun farmakologiya ishlatilishi kerak baribir. Sizda qanaqasiga 40 kunda kuchli transformatsiya bo'lib ketishadi odamda? Bu bizni feshkamiz. Aytolmaymiz. Har bir ishni o'zining siri bor. Nega? Uchini ocha olmaysiz. Nega o'sha Coca-Cola, mashhur Coca-Colani haligacha sirini hech kim bilmaydi? Nega? Buni ham o'zini ichki maxfiy siri bor. Xuddi shunaqa bizda ham. Lekin bu narsa haqiqat deysiz-da. Что 40 kunda 100% qilsa bo'ladi. Biz avvalgi va so'ngidagi holatlarini yaqqol ko'rsatib beramiz. Doim. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, haqiqat. Siz to'lagan ekan 40 kun yurib chiqqanmisiz? Effekt qanaqa bo'lgan? Effekti mana ko'pchilik aytadi, bu kachok bo'lgan dori bilan protein yedi, u qiladi, bu qiladi deydi. To'g'ri, uni qiladi. Lekin oddiy borib kelayotgan odamdan ko'proq mehnat qiladi. Mehnati og'ir uni. O'zidan o'zi chiqmaydi u narsalar. Shu 500 kaloriya yuradigan odam 1000 yurish kerak. Cherizdan yurayotganda u har kuni yurish kerak. 5 kilo toshni u 20 ta ko'tarib 4 ta podxod qilsa, u 7 ta podxod qilish kerak. Og'ir qo'shib borish kerak. Soat 1 soatdan keyin bo'ldi, charchadim, ketdim desa, u keta olmaydi. Chunki u narsaga kirgandan keyin, motivatsiya bo'lgandan keyin, o'sha intizomli harakat qilgandan keyin mehnati og'ir bo'ladi. Unga nisbatan mehnat ko'pchilik aytadi, "Nima qiladi bo'ldi." Yo'q, unaqa narsa yo'q. Umuman yo'q. Unaqa narsa mehnati juda og'ir. Chunki hammaga ham mehnat qila olmaydi. Mana hozir misolchi kimdir kelib o'sha ukollarini, proteinlarni bersin-da, yotsin. U chiqmaydi, u ishlamaydi. Foydasi yo'q, u ishlamaydi. Qachonki u o'sha mehnat qilingandan keyin ishlashni boshlaydi. Mehnat qilingandan keyin ishlashni boshlaydi. Ana savolga men javob beraman.
sohadagi ishda yolg'on. Ha. Mani qiynaydigan narsa bor bu narsa. Qasdur mutaxassis parod qiladi. O'shani kimgadir tushuntirib berish kerak bo'ladi. Juda o'sha yerda vijdon qiynaladi. Vijdon qiynaladi. Yolg'on gapirib yorsa, ani ishonib ketishi bor. Yolg'on gapirmasa, bu yoqda ani iltimos bir narsa qilaylik deydi. Juda o'sha yerda katta bizda bu sohada ko'p bo'ladi. Bunaqa sohalarda iloji boricha boshqa yo'lni o'sha yerda juda tupik bo'lib qoladi bizda. Oxir aytamizda, tan olish kerak. Foydasi yo'q. Tan olib etish kerak, uzr so'rash kerak. Noto'g'ri bo'lsa, noto'g'riligini aytish kerak. To'g'ri bo'lsa, to'g'riligini aytish kerak. Tan olish kerak. Chunki inson bor, xato qiladi. Hech kim ideal emas. Lekin takroriy u xatoni qiladigan bo'lsa, u inson bo'lmaydi. U shu narsaga o'rganib qolgan bo'ladi. Shunaqa xodimlar bilan qanaqa siz munosabat? U xodimlar bilan bir marta imkoniyat beriladi, chunki hamma ham xato qiladi, lekin baribir u sohani qaysi joylariga bog'liq. Masalan, kechirib yuboradigan joydagi sohalik bo'ladigan bo'lsa, mayli, majburiy emas. Lekin insonni salomatligiga to'g'ri keladigan joyi bo'lsa, insonni o'sha hayotini o'zgartira oladigan xatolik bo'ladigan bo'lsa, uni kechirib bo'lmaydi. Uni umuman olib tashlash kerak. Kompyuterda A ni o'rniga R yozib qo'ydi, R ni o'rniga V yozib qo'ydi. U to'g'rilasa bo'ladigan narsa. Lekin analizlarda o'sha xato qilinadigan bo'lsa, unga qarab nima deydi, lecheniya yozaveradigan bo'lsa, unda o'sha o'zgarib ketadi. Sportni boshlash uchun 16 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan yoshlarga, o'smirlarga aniq maslahat bering. Nimaga boshlash kerak? Xo'p, sabablarida, to'g'ri, nima uchun sport bilan shug'ullanishlari kerak? Birinchi o'rinda zaifdan baquvvat mo'min bo'lishlari uchun, ikkinchidan ahli oilasini himoyasi uchun va uchinchidan sport bilan shug'ullangan har qanaqa inson borki, miya faoliyati 2 barobar tez ishlaydi va o'zini nazorat qila oladi. Shu bois ham sport bilan shug'ullanishlari kerak bo'ladi. To'lagan aka, hayotda o'zini yo'lini topolmayotganlarga, yoshlarga, ayniqsa shu 16 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Xo'p, birinchi bo'lib ota-onasining duosini olish kerak. Ikkinchi bo'lib intizomni yo'lga qo'yish kerak. Uchinchisi o'sha intizom bilan rejasini bir xil olib ketish kerak. O'shanda hayot yo'lini bemalol yaxshi yo'lga yo'naltirsa bo'ladi. Mana shu joyda yana ozgincha to'ldirib ketamiz. To'g'ri, yana ham ozgincha o'zimiz fikrimizni bildiraylik. To'g'ri aytdilar, bu davomi ham borda. Har qanaqa sohani ushlashlaridan qat'iy nazar doimiy ravishda o'sha sohani ustida mukammal ishlashlari kerak. Ana o'shanda hayotda o'zini yo'lini topadi va bo'lib ham yoshlar o'zlarining mustaqil qarorlari yo'q. Tavakkalchilik yo'q. Tavakkal qilishlari kerak. Yo o'xshasa o'xshadi yoki yo'q. Bular nima deyshadi? Ya o'xshamaydi, bo'ldi. Komfort zona. Tushuntira oldim? Bularda qo'rqoqlik hissi juda yuqori. Qo'rqmasliklari kerak, qilib ko'rsin. Tajriba bo'ladi. Bo'lib ham mustaqil fikrlar, mustaqil qarorlarni shakllantira olish kerak. Nega deyilganda, ertaga uylanganda, oila boshi bo'lganda, uyda rol ayolda emas, erkakda turadi. Uylanmoqchi bo'lgan yosh o'smir yigitlarimizga doimiy ravishda aytib kelganmiz. Uylanmoqchimisiz? Uyda kim xo'jayin? O'shani biling. Agar ota xo'jayin bo'ladigan bo'lsa, xotirjam uylaning. Chunki u muhitda katta bo'lgan qiz sizni oilangizga, sizni xonadoningizga kelib ham sizni birinchi o'ringa qo'yadi. Nega deyilganda, qiz otani xo'jayinligini, otani boshi qilib ko'rilgan xonadondan kelyapti. Agar onani so'zi o'tadigan bo'lsa, unda qiynalib qolishadi. Tushunib oldimmi? O'shaning uchun mustaqil qarorlar, mustaqil rejalar bilan, fikrlar bilan hamnafas, qo'rqmasinlar, harakat qilaversinlar. Pul, tana, dunyoqarash mavzusida bittadan qoida ayting. Pul, tana, dunyoqarash. Barchasini negizida kitob o'qish yotadi. Qancha ko'p kitob o'qisalar, pul topish ham osonlashadi. Miya faoliyati yaxshi ishlagandan keyin. Tana oz. Baribir sport bilan shug'ullanish kerak va kitob o'qish kerak. Chunki miyani faoliyatini yaxshilash kerak. Keyingisi nima edi?
Dunyoqarash. Dunyoqarash kengayish uchun ham kitob o'qish kerak. Bizning jamiyat kitobdan voz kechib bo'ldi. Mana endi yana kitobga qaytyapti sekin. Juda ko'p yoshlar kitob o'qishni boshlagan, o'zimiz bilamiz. Biz qanchadan qancha yoshlarga hali uylanmoqchi bo'lgan o'smirlarga haligi baxtiyor oila yoki musulmon erning oiladagi vazifalari degan kitoblar o'qinglar deganmiz. Qanchadan qanchasi bizni haligi istoriyalarda belgilab rahmat aytib qo'yishgan. Subhanalloh. Xursand bo'lasiz, Jamil. O'qishyapti. To'lagan aka sizdan ham qiziq. Pul, tana, dunyoqarash. Har bittasi bittadan qoida. Xo'p, men salbiy fikrni aytaman. Pul ko'p topsa, tanasi xunuk holatga keladi, dunyoqarashi o'sha kibrlanadi. O'shaning uchun pul topganda odam o'zini holatini to'g'ri ushlash kerak. Shunda tana ham to'g'ri holatga keladi, dunyoqarash ham har doim hammaga yaxshi kayfiyat bilan qaraydi. Chunki o'sha pul topib, tanasini o'zgartirgandan keyin, kibri kuchaygandan keyin u dunyoqarashi umuman pastga tushib ketishi mumkin. Kibrlanmaslik uchun nima qilish kerak? Kibrlanmaslik uchun o'zi xohlamagan ishlarni qilish kerak bo'ladi, ozgina mehnat qilish kerak bo'ladi. Misol uchun kimdirlar kibrni oldini olish uchun hojatxonalarga ko'pchilik tozalashga boradi. Kimdir ko'chaga yoshi katta kelayotgan odamlarga yordam berib qiladi. Kimdir avtobus, metrolarga chiqib kibrini sindiradi. Yana kimdirlar o'zini doimiy nazorat qilishni biladi. Pulini har doim cho'nchagidek katta pul bilan emas, o'ziga yetarli pulni olib chiqib ketadi. Shu menga bugun yetish kerak, shu holatda yurishim kerak. Shunda kibr sinadi. O'zi kibr nimadan kelib chiqadi? Xo'p, kibr takabburlikdan, dangasalikdan, kelgan pulni noto'g'ri topishdan. Mana shu katta zarar beradi. Chunki pulni noto'g'ri topgandan keyin avtomatik ravishda odam o'zgarishni boshlaydi, muomalari ham xunuklashib boshlaydi. Harom pul har doim odamni sharmanda qiladi. O'ziga bilinmaydi u. Yaxshi ishlayman, yaxshi yuribman, holatim yaxshi deydi. Birovga har doim vaqtida kelishni so'raydi, to'g'ri gapirishni so'raydi, hurmat qilishni so'raydi, lekin o'ziga kelganda vaqtida bormaydi, hurmat qilmaydi. Shu holatda bo'ladi. Sirojiddin aka, mana siz aytyapsiz, sizni trenerskingizga ko'proq rahbarlar, asoschilar keladi. Ularda kibrlanishni hech kuzatganmisiz yoki kibrlanish bo'lmaydimi ularda? Bo'ladi, nima bo'lmaydi? Ular bilan qanaqa munosabatda bo'ladi? Inson bolasi borki, xatogo'y deydilar ustozlar. Albatta kibrlanib qo'yishadi. Va bizlarning ichki qoidalarimiz bor. Har bir ishxonani o'zining ichki qoidasi bo'lsa, bizning ham ichki qoidalarimiz bor. Birinchi yangi kelgan insonlar bilan 45 minut yoki 1 soat mobaynida suhbatlashamiz va asosiy qoidalarimizdan biri kibrlanmaslik. Agarda nafsingizni yenga olsangiz, biz siz bilan ishlaymiz deymiz. Agar nafsingizni yenga olmasangiz, biz siz bilan ishlamaymiz deymiz. Qoida shunaqa. O'shaning uchun nafsini yenga olsalar, biz ishlaymiz. Nafsini yenga olmagan qancha insonlar bor. Ularni o'zingiz chiqarganmisiz? O'zimiz xayrlashamiz. O'zingiz xayrlashasiz. Ming bor uzr, chunki nega deyilganda bu yoqda sizdan-da zo'r insonlar bor. Siz qayerdan bilasiz? Ular oddiy yurishgani bilan bu siz zo'rsiz degani emas. O'shaning uchun haligi kibrli odam kelib turib muhitni buzgandan ko'ra bizdan voz kechish, biz undan voz kechsak, muhit sog'lom tursa, bizga foydasi ko'proq. Kibr oqibati nima bilan tugaydi? Halokat. Xarob bo'ladi, xor bo'ladi, zor bo'ladi, yo'q bo'ladi. Biz kibrlanishga haqqimiz yo'q. Najasmiz o'zi, qanaqadir nutfadan paydo bo'lgan insonmiz. Qaytib ketamiz bor. Hech narsamizga nimamizga kibrlanishimiz kerak. Xo'p, mol dunyomiz bilanmi? Insonni tasavvur darajasi yetishi uchun bundoq qilingan olib qo'ysa, $1 million pulingiz bor. Bundoq qilsa olib qo'ysa. Xo'p, yo'qmi? Bundoq qilinganda bedavo dardga chalinsangiz, nima bo'ladi? Nimangiz bilan kibrlanishingiz kerak? Bugun bir hashamatli uy qursangiz, o'sha bilan kibrlanishingiz kerak. Yonib ketsangiz kechasi. Bir mashina olsangiz, mashinangiz bilan kibrlanasiz. O'z-o'zidan portlab ketib qolsa-chi. Nimangiz bilan kibrlanasiz? Tanangiz bilanmi? Bitta kasallik kelib qolsa, yotib 10 kun davolansangiz, mana bu farmakologiyangiz, hamma narsangiz yo'q ketadi. Savol.
sabab bo'lishi kerak. Nimaga kibrlanamiz? Nima uchun kibrlanish kerak inson? Bugun ishlari yaxshi bo'lib turgani uchunmi? Bugun nimaiki ish qilayotgan bo'lsa, o'xshayotgani uchunmi? Bugun yaxshi pul topayotgani uchunmi? Men xudoman deb da'voni qilgan firavn bor. Hattoki askarlari ham oltindan yasalgan haligi soatlarda turishgan. Yo'q, kibr xor bo'ladi. Savolda nima sababdan, nimasiga kibrlanish kerak inson? Yo'q, kibrlanish haqqimiz yo'q. Agar bitta gap bilan yoshlarni yo'qotish kerak bo'lganda, qanaqa gap gapirgan bo'lardingiz? Shunchaki maqsadni aniq qo'yish kerak. To'xtovsiz mehnat qilish kerak. Hech kim eshitish kerak emas. Har doim yangi ish boshlanganda negativlar ko'p bo'ladi. Bo'lmaydi, o'xshamaydi, bizni ham ustimizdan kulishgan bir vaqtlar. Biz roltini yeb yurgan vaqtlarimiz o'sha sohada, bu sohaga yangi kirib kelib, roltini yeb yurib, qarzga kirib, tuxum zo'rg'a go'sht ololmasdan kuniga 1 reshotka, 1,5 reshotka tuxum yeb yurganimizda bizni ham ustimizdan kulishganlar bor. Qachongacha tuxumda yashaysiz? Qachon bir Sirojiddin Sharofov 1 kilodan go'sht yeydi degan gaplar eshitamiz deyishgan. Robbimga hamd bo'lsin. Bugun eng qimmat byudjetli ovqat bizda hozir. To'lagan aka, sizga ham shu savol. Agar bitta gap bilan yoshlarni yo'qotish kerak bo'lganda nima gap gapirgan bo'lardingiz? Xo'p, bittada yoshlarni uyg'otish uchun aytganlaridek maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Birinchi o'chirtda kelgan dangasalikni yo'q qilish kerak. Kibr shunaqa, hozir men bitta joyini to'ldirib ketmoqchi edim kibr to'g'risida. Kibr shunaqa narsaki, aybdor izlamaydi. Ani yedi, bu yedi demaydi, o'zini xarob qiladi. Kibrlanmasan, yolg'on gapirmasan, birovning haqqini yemasan. Rejasini to'g'ri qilib, sabr bilan. Sabr kerak har doim. Bir xil narsalar 1 yilda o'xshamaydi, 2 yilda o'xshamaydi, 3-yil zo'r bo'lib ketishi mumkin. Bir xil narsalar 1 oyda zo'r bo'lib, keyin 2-3-yilda tushib ketishi mumkin. Bu qadar bu. Shunga rozi bo'lish kerak. Keyin yon cho'nchakda puli bor bo'lishi mumkin. Masalan, yangi biznes $10,000 pul topdi deydi. Ertaga shu $10,000 yo'qotganni o'zini qanaqa holatda ko'rishi uchun o'sha narsani qilishdan oldin uni bilish kerak, yo'lini ko'rish kerak. Ana o'shandan yo'qotsam, men ertaga tushkun holatga tushib qolmaymanmi? Ichimliklarga berilib ketmaymanmi? Sigaret chakib yubormaymanmi? Shunaqa joylari bo'ladi. O'shanga rozi bo'lib qila oladigan bo'lsa, eng muhimi duh bo'lish kerak. Shu Har doim shu bizning podkastimizda shunaqa joy bor. Men blitz savollarni beramiz. Bularga sizning fikringiz menga ham, bizning obunachilarimizga ham qiziq. Xo'p, birma-bir boshlaymiz. Sizni eng tez jahlingizni chiqaradigan narsa nima? Tuhmat qilish. 18 yoshdagi o'zingizga nima maslahat berasiz? Hech nima. Shu xatolarni qilmaganimizda bugun bu joyda o'tirmayotgan bo'lardik. Stressni qanday yengasiz? Stress shunchaki zikr bilan. Siz kimga ishonmaysiz? Mo'min inson hammaga ishonish kerak. Hayotda kimni kechirmaysiz? Hammani kechirganmiz. Kechirmagan odamimiz yo'qmi? Yo'q. Hozirgi yoshlarning eng katta xatosi nimada? Dangasalik, maqsadi aniq emas. Qanday qilib vaqtingizni to'g'ri boshqarasiz? Hamma narsani nazorat qilsa bo'ladi. Boy do'stlar yoki vafodor do'stlar? Vafodor do'stlar. Sabr yoki tezlik? Ikkisi ham kerak bo'ladi insonga. Maqsadga erishish uchun tezlik, ammo sabr o'sha natijaga erishmagunga qadar sabr qilish kerak, lekin tezlikni oshiraverish kerak. Tajriba yoki bilim? Tajriba har doim. Bilimdan ustunroq turadi tajriba. Chunki bilim, nazariyadagi narsalar har doim ham real hayotga to'g'ri kelmay qoladi. Nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Oila. Oxirgi savolim, umumiy bugungi suhbatimizdan bitta xulosa. Jamiyatga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. To'lagan aka, sizga ham savol. Bugungi suhbatimizdan qanaqa xulosa chiqardingiz? Intizomni qanday ushlab turish, vaqtni to'g'ri rejalash, to'g'ri ovqatlanishni yanada ko'proq xulosa oldim. Bo'lmasam
bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Xudo xolisa sizga Sirojiddin aka kattakon rahmat, kelganingiz uchun vaqtingizni ajratib to'lagan aka sizga ham kattakon rahmat. O'rtoqlar, men o'ylayman, sizlarga bugungi suhbatimiz juda ham manfaatli bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga aniq manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Agar siz o'tkazib ko'rgan bo'lsangiz, boshqatdan qaytadan o'tkazmasdan ko'ring, chunki bu suhbatda gapirilgan har bir so'z sizga kerak bo'lsa, hayotingizni ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Demak, sizlar bilan Dialog podkast bo'ldi. Keyingi sonimizda siz qaysi insonni ko'rish xohlaysiz? Shu insonni izohlarda yozib qoldiring. Biz bilan chaqirishga harakat qilamiz.